Alisher Qodirov xonadonlarda butunlay gazdan voz kechishni taklif qilayotgan bir paytda Buxoroda yer ostidan juda katta miqdorda gaz otilib chiqdi. Mana o'sha issig'i mana shu yo'lda tubetigacha issiq urishni boshladi. Katta yong'in bo'lyapti. Bu narigi tomondan kelar ekan gaz. Buxoro tomondan kelar ekan gaz. Aşağıdan chiqyapti. Mashina bilyapti, bu onasini yeyimsan. Tovushni qarang buni. Ovoz. Samolyoti. Bu issiqni qarang bu issiq. Voha, issiq. Bizning hozir O'zbekistondagi siyosiy iroda, siyosiy harakat. Biz musulmonlar orzu qilgan, biz musulmonlar ko'p yillar kutgan siyosiy harakat. Bizning hozirgi kundagi O'zbekiston rahbari iymonli, vijdonli, yurtini sevadigan millati uchun jonini fido qiladigan odam. Biz buni hayotda ko'rib turibmiz. Ahvollari sacha taraf.